Hürmetli vatandaş, endikilik şeyimiz. Bugün çislan etütle, bugün çislağa 2024 yıl 5. ayının 25. günü hep dige 25 çislağa 25 vatandaş hep dige şembe. Bugün endi manığı başlaydıgan haberimizden özü ciddi rektüs algan haber dep qaraymiz. Bu nemiş qadısınız? Tönügülleten Tayyip'di yeni saylangan prezident Layçın'dı vazifege olturuş murasimi ötküzüp resmi iş başladı. Yani bu 20. günü bugün 25 günü öttü deyli. Bu 5 gün işedi tönügün sözlüge leksilerimizden bir cümle sözünü silege koştuk. Nemi dedik? Murasim ötküzüp atkan şu peytli Tayyip'in parlamenti, Tayyip'in kanun çıkırış komiteti de Cumhur Kompartiyası macera peyda kıldı dedik vatandaşım. Hazır bu macera peyda kılıp 100 mindən artıqlap degedek Tayyip'in halkı oturgu çıkıp namayiş bilen parlamentki bu vakaga karşı ifade bildirdiğin vaziyet keskinliği bugün Tayyip'in Tayyip şehirde yüzbedi. Demek bunu bir cümle xulasılsak Cumhur Kompartiyası Tayyip'in işi kol saldı degan gap. Yaki Cumhur Kompartiyası növbette Tayyip'in işi kısmından kol salıp kalaymakallaştırıp Tayyip'in yeni prezidenti Layçın denen put kulunu çırmap koymakçı boldu degan gap. Yaki işki cihette oğdurmacılık kılış arkalık Tayyip'deki siyasi hakimiyet yani müstakil hakimiyetten müstakillik daxla teruz yetkizmekçi. Üzü bolsa çette turup Tayyip'ni harbi işlavlan koruşavga elip Tayyip'ni harbi popuzu işletiş arkalık Tayyip'ni indeki kelturiş yaki birlikki kelturişten ibaret Cumhur Kompartiyası bu içe. Muşundak ümit ve muddani işqi aşırmakçı desiniz, bu Kompartiyanın hamxiyali degen xulasını çıkırsınız hürmetli vatandaş. Bugünkü haberde nime deyilip demesinden Cumhur Kompartiyası mıkkab sualdı. Tayyip'de kanun çıkırış komitetinin sırtada 100.000 kişilik karıştırış namayiş etkizildi. Mavzulu haber yanıtanlıkla doğru bitede ilan kılındı haber mundak başlandı. 5. ayının 24. günü 100.000 kişilik Tayyip namayişçileri Tayyip kanun çıkarış komitetinin sırtığı toplanıp Yeşil ve Akla İşke Partiye kanun çıkarış komitetindeki vekillerinin parlamentin hukukunu kengaytiş. Yani parlamentte vazife ütevatkan hizmet kılıvatkan hizmet kılgıçılarının hukuk dairesini kengaytiş. Kanun layihasını makulluğa kayıştırıp 100.000 kişiyi Tayyip parlament kanun çıkarış komitetinin sırtı tutup namayiş kıldı. Şundan keyin Tayyip'den qaysı joylarda bütün Tayyip boylap mesela ben parlamentni közgü ilmeymen. Yaki bu parlament, yaki bu kanun çıkarış komiteti hazır Tayyip'in halkının iradesiga demokratik tüzüm ve demokratik tüzümde qoğdaş ve şu tüzümde yaşaş iradesi karşı. Yani bir yerde gapning uçuğun eysiniz parlamentte ıslahat elip biriş. Kanun çıkarış komiteti şu doğruda kanun çıkarış. Ve bu kanunu makullaş vakıtın mecburi makullukta ötközgenden keyin 101 vatka işlaba. Endi vaqtida nima bo'ladi? Parlament a'zolari, masalan, kanun chiqarish komitetining qonuni orqali parlament a'zolarining siyosatga yoki ma'muriyatdan ochiq aytganda prezident Layçın'ning ma'muriy xizmatiga ya siyosiy xizmatlariga parlamentning aralashishini ko'paytirish, aralashishni kuchaytirish, aralashish huquqini qonunlashtirish. Qayerga kelibdi vatandaş ish? Hazır endi bunu obzorchi Tangjin Yuan ve başka obzorchilar dedi ki Cumhur Kompartiyası kol saldı. Tayyip'in parlamenti kol saldı. Tayyip'in parlamentindeki kanun çıkarış komiteti kol saldı.
bu arkalık Lay Ching-day'ning hukukunu boğup taşlamakçı ve yaki Prezident Lay Ching-day'ning put kolunu çırmap koyup Tayvan Prezident Mahkemesi'nin memuri hukuk yürgüzüşüge, memuri siyaset belgilişi karşı putlukaşan payda kılmakçı. Bu obzorçu Tang Ji-yuan'ning veya başkalarının pişkeri hazır Jiang Shikomi şundaq sözlavatıdı o torbette ana. Winzhou deydigan bir alaqapalan oldugan alaqapalan onun hoşam yok bir Xitay bu Xitay. Arlıqta nurgun Uygurlar qarşı fikirlerini kılgan Xitay'dı. Şu Xitay müdepteki bugün hazır Cungo Kompartiyası Tayvan'ın işki kısmı kol selip bu yerde bir qalaymakançılık payda kılmakçı boluvatıdı. Şunu bugünkü namayişinin mavzusu nime ekan deseniz, men parlamentni ko'zga ilmayman. Hazır bu namayiş o'ttirib chiqqanimni xizmat huquqini kengaytirish, parlament a'zolarining xizmat huquqini kengaytirish qonun loyihasi. Qonun chiqarish komitetida zo'rlik bilan ma'qullandi. Mushlash dedik-ku, shu mushlashish orqali majra chiqardi dedik-ku, shu parlamentda qonun chiqarish komitetida majra chiqarish orqali bu qonunni ma'qullagan gap atanda. Shuningdan keyin Tayvan xalqi, masalan, 100 ming kishi o'tirg'i chiqib, nima dedi? Biz parlamentni ko'zga ilmaymiz dedi. Bu muddao Kompartiyaning muddaosi allaqachon oshkorlandi dedi. Tayvanning ishchi va sirtida deganda hozir Cungo Kompartiyasining askeriy qism avata qurishoq olganligini turgan so'zildi. Bugun ichki qismida hozir namoyish ko'tarib xalq Tayvan xalqi o'rnidan dast turib, biz tunugun saylanma o'tkazdik, tunugun hukumatni tartibga soldik. Bugun biz sening so'zingga ishonmaymiz. Demak, nima ishonmaydi? Tayvan xalqi o'ngli xalq. İşini tushundi, ishni bildi. Parlamentni ko'tarib chiqqan bu so'z qonun chiqarish orqali xizmat, parlamentning xizmat huquqini kengaytirish. Buning maqsadi ma'muriyatning ishlariga aralashish. Bu Cungo Kompartiya muddao maqsadlarining bugun Tayvan parlamenti va parlamentning ishki qismidagi qonun chiqarish komitetida oshkor bo'lib o'tirg'i chiqqanligi bo'lib hisoblanadi vatandoshim. Bu ishga kim mas'ul? Hozir Tang Ji-yuanning obzori qarayli. Tayvan parlamenti qonun chiqarish komitetida ko'tarilgan g'avg'o. Shubhasizki buning keyinda Cungo Kompartiyasining qaraqo'li bor. Wang Huning yetakchiligida Wang Huning dedik-ku, Xi'an, Shandong, Jinan shahrida ochilgan yig'inda Reis Xi Jinping Wang Huningni elib qoldi. Qolgan 5 nafar doimiy hay'atni Beijingdan chiqarib etdi va Shandong, Jinan shahridagi suhbatga qatnashtirmadi dedik. Bugun Wang Huningni elib qoldi degan gap ehtimol Tayvandagi musha g'avg'o, Tayvandagi musha majra, parlament majrasi, qonun chiqarish komitetining ichidagi majroni Wang Huning degan doimiy hay'at kontrol qildi ve şu paydo qildi dedi. Hozir kim? Obzorchi Tang Ji-yuan. Hozir Cungo Kompartiyasining, ya'ni ki Wang Huningning maqsadi qonun chiqarish komitetini qo'lga keltirish. Uningdan keyin parlamentdagi a'zolarning xizmat huquqining doirasini kengaytirish. Uningdan keyin prezidentning ma'muriyat ishlariga aralashish. Shuning bilan palach Tayvan huquqi, Tayvan hokimiyatini palach holatga tushirib qo'yib, Cungo Kompartiyasi Tayvanni qo'lga keltirish va hukmronlik qilish, birlikka keltirish ishga oshirish. Bu mumkinmi? Ish shundoq bo'ldi vatandosh. Biz o'ylab baqar. Tunugun prezident saylama, tunugun prezident o'tkazgan murosim, Amerika vakillar umiga, Amerikadan bir qatnashgan vakillar umigining ichida, andan biz yuqorida o'tganda ko'rsatdik-ku, birinchisi ayni vaqtda prezident George W. Bush davrida Mao davlat ishlar katibi Amirtash, ikkinchi bo'lib prezident Donald Trump davrida davlat ishlar katibi Mike Pompeo bu qatam Tayvanga kelib, vakillar umigining qatorida Tayvanda murosim qatnashdi dedi. Ondan sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeoning Tayvan egilik huquqli davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari buni e'tirof qilish kerak degan bu jaranglik
ve hazırkı zamanның avazı, hazırkı zamanның sadası, hazırkı zaman ulu okyan, Tinç okyan, Hindi okyan, Tinç okyan. Bu voqealerdagi eng yangi yoki shiddatli yetib kelayotgan eng yangi fikr. Biz sizlarga buni yetkazdik vatandoshim. Mushundoq vaziyat ostida Jungo Kompartiyasi qo'l silib endi Tayvan Qonun komiteti va bu orqali Tayvan prezident mahkamasining siyosat belgilash va ma'muriy buyruq tushirish ishlariga ziyonkashlik qilmoqchi va buni palaj holatga tushirib qo'ymoqchi bo'ldi. Hozir biz shuna o'ylaymizki, vaziyatga qarasangiz vatandosh, Jungo Kompartiyasi bu yo'ldan ketish kerak. Dunyoga hukmronlik qilish iddiasidan ketish kerak. Uyg'urlarni genosidda qirg'in qilish, umumiy qirg'in qilish, so'yqirib qilishdan iborat vahshiyona siyosatdan voz kechish kerak. Tayvanga qaratgan populiz bo'lsin, mayli Tayvanga qaratgan amaliy hujum qilish bo'lsin, mayli Tayvanga qaratgan birlikka keltirish deydigan bu afsonaviy siyosatdan voz kechish kerak. Bu afsonaviy siyosatda tarixda talay yuz berib, talay ülkeler, devletler mustamlika qilinib, oxirgi hisobda bir-birlab hammasi ozod bo'ldi. Hammasi mustaqil bo'ldi. Bu millatlarning hammasi mustaqil bo'ldi. Tuniga Rossiyada 16 davlat o'tirg'i chiqdi. Rais Xi Jinping sizning mang'idigan yo'lingiz, balki muqarrar mang'idigan yo'lingiz apandi. Rossiyaning yo'li, Gorbachevning yo'li. Bugün Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin'nin Ukrayna'ya tecavüz qilishi dünyanın demokratik iddisi ve demokratik iddiyle uyg'unishig'a qarishtirishdan iborat zo'ravonlikdir. Bugün Jungo Kompartiyasining dunyoviy birlik keltirishmasidan insoniyat o'rtaq gavdisi, tuyg'ulari, fikrlari, idraki va yoki xom xiyollar muddaolarining yuzimi tegi-tegdan aytganda bir zo'ravonlikdir. Zo'ravonlikni dunyo qabul qilmaydi. Har qanday zo'ravonlik. Uning ustiga bilib oling, Rais Xi Jinping hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlari davlati. Bu davlatning prezidenti, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden baştan ahir deb kelayotgan siyosat bir jumla. To'qinishdan saqlanayli. So'q munosabatlar urushi davriga kirib qolmayli. Aloqa munosabatda bo'layli, mayli harbiy taraf, mayli diplomatiya taraf. Bo'layli, majro va tinchlik qarshi har qanday so'z iborada saqlanayli. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda Prezident Joe Biden'ning siyosati. Bu butun dunyoga bop keladigan siyosatdir. Rais Xi Jinping hozirgacha bo'lgan Amerika bilan bo'lgan munosabatingiz nazarda tutib, endi sizning mang'idigan yo'lingiz bu biz uchun bir xomxayol bo'lib qolishdan qat'iy nazar Rais Xi Jinping birinchi bo'lib Tayvanning mustaqil davlatlik o'rnini e'tirof qilsangiz, bu siz yaxshi tanlashni ishga oshirgan bo'lasiz Rais Xi Jinping.